Uni ustiga uchkalari ham bo'ladi, bilmaganlar uchun yangilik bo'ladi bu. Maza qilib tik qilib bizga kirib Islom Mobile yozib obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Assalomu alaykum qadrli Islom Mobile obunachilari va bizni kuzatib turgan yurtdoshlar, barchangizga xayrli kun deymiz. Xudo xolasa biz Koreyadan kirib kelgan flagman modellarda iloji boricha narxlarini arzon qilib, Petno nuqtasigacha ko'rsatib ketishga harakat qilamiz. Arzon qilib beramiz. Videoda orqacha ko'ring. O'zingizga yoqqan smartfonni bemalol tepada ko'rsatilgan raqamlarga bog'lanib sotib olsangiz bo'ladi. Xo'p, bizning manzilimizni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar sentrida joylashgan Xonaqoh masjidi ro'parasida Islom Mobile telefon magazini. Xohlovchilar kelib, tashrif buyurib ko'rib olishlari ham mumkin. Uzoq yaqindagi aka-ukalarimiz esa tezkor bitta pochtadan dastlabki qilib chiqarib beramiz. Xo'p, unda biz boshladik. Bizga S25 Ultralar kirib keldi. Yana xudo xolasa bu safar 5 xil svetda bo'ladi. Bitta ko'rsatib beray sizlarga. 2 xil svetini olamiz uni. 8256 Snapdragon 8 Gen 3 protsessori xudo xolasa ideal holatda simlari o'tgan. Saskanasi zo'r bo'lib turgan 5000 match bo'ladi. Sim kart taqilib bemalol ishlasangiz bo'ladi. Narxlari ham unaqangi qimmat emas, iloji boricha qo'ldan kelgancha arzon qilib tushib beramiz. $785 dan $805 gacha sotib olsangiz bo'ladi, xudo xolasa. Narxlari ham aytib o'tganimdek juda ham yaxshi narxda. Undan tashqari naturallari ham kirib kelgan. 256 ko'rishlaringiz mumkin. Saskanasi zo'r holatda. 2 megapiksel kamera, 100 zoom bemalol olsalaring bo'ladi. Xo'p, undan tashqari juda ham kam uchraydigan svetlarini e'tibor qiling, gold hamda bu svetni to'g'risi bilmadim. E'tibor bering, 25 ultrani goldi hadam ham kelavermaydi, bo'lib ham 512 lik, 12 ga 512 lik. O'zlaringga ma'qul kelganini bemalol olsalaring bo'ladi. Telegramdan yozsalaring, yana ham aniqroq qilib rasmga olib, turli tomonni video qilib tashlab beramiz. Smartfon sizlarga ma'qul kelgandan so'ng sotib olsalaring bo'ladi. Narxlarini aytib o'tdim, $785 dan $805 gacha bemalol olsalaring bo'ladi. Qaranglar, bu smartfonda salafallari olinmagan, xuddiki yangidek bo'lgan S22 Ultra. Snapdragon 8 Gen 1 holati, yaxshi holatda. Yashil svet, 256, 12 operativga 5000 match, bitta sim karta Koreya region. Narxlari sizlar uchun $395 ga olsalaring bo'ladi. Ulgurib olinglar, bunaqa narxda hali bunaqa idealini qo'ymaganmiz. Undan tashqari bizda S21 Ultralar kelgan. Yaxshi holatda. 5000 match, 12 ga 256, bitta sim karta Koreya region. Holatlari zo'r holatda, birorta joyda petno nuqtasi yo'q. $295 dan $310 gacha qilib beramiz. Holatiga qarab, ozgina petnolari bo'lsa $295 dan, tiniqlarni esa $305 dan olsalaring bo'ladi. Islom Mobile har doimlarga eng zo'rini ilinadi. Bundan tashqari bitta Note 20 Ultramiz bor. Ozginagina tepa va pastda bilinmas petnochalari bor. O'shani hisobiga $265 ga olsalaring bo'ladi. Buni qulaylik tomoni, hatto uchkalari ham bor. Maza qilib ishlasalaring bo'ladi. Kino ko'rayotganda zo'r kachisada ochib beradi. YouTube'larda ayniqsa. S25 Plus'da bitta o'zi bir donagina yakka bo'lib turibdi. Egasini kutib chamolarkan deb 12 operativga 256 xotira 4900 match. Simlari o'tgan ikkita sim karta Blue Sweatda uni ustiga O'zbekistonda hali ishlamagan. Sizlarga $575 ga qilib beramiz. S24 Plus'larda atigi 2 xil svetidan 4 donagina qoldi. 12 operativga. Exynos 2400 protsessoriga ega, juda ham kuchli protsessor, kundalik ishlatishga, o'yinlarga zo'r. 12256 aytib o'tdim, 4900 match, simlari o'tgan, blue va qora sveti bor. Zakaz qiling, narxini nerealniy shok senada qilib beramiz. Xudo xolasa, skidkasi bilan chiqadi. $435 eng kami qilib beramiz. Agar ozgina petnochalari bo'lsa, 425 ga ham qilib beramiz. $450 dan kam sotilmagan telefonlarni men sizlarga nerealniy narxda taklif qilyapman, foydalanib olinglar. Xo'p, Z Flip 4 va 5 bir donadan olib qo'yganmiz, yaxshi holatda. Bitta buklanishda kontaktli va ixcham smartfon bo'ladi. Ayniqsa hozirgi issiq kunlarda cho'ntakda olib yurishga juda ham qulay bo'ladi. 8 ga 256, bittasining bitta eSIM bo'ladi. Bemalol olishlaring mumkin. 4 va 5. 4ni sizlar uchun $225 ga, 5ni bo'lsa $245 ga dastavkasi mutlaqo bepul ichida qilib yetkazib beramiz. O'zbekiston bo'ylab bemalol hayd qilsalaring bo'ladi. Bundan tashqari S24 smartfonlarimizni ataga 3 xil svetini qo'ygan. 8 operativga 256 xotira, 8 ga 512 ham bor. Exynos 2400 protsessor. Bu aytib o'tganimda juda ham kuchli protsessor, o'yin va kundalik ishlatishga. Holatlari ideal holatda, petno nuqtalari yo'q. Tiniqlarini, xo'p, $425 dan ozgina chaqa-chuqasi bo'lsa, $405 gacha qilib beramiz. Foydalanib oling, xudo xolasa, 512 lik 4000 match, simlari o'tgan, ustiga O'zbekistonda hali biror daqiqa ham ishlamagan smartfonlar masalarga taqdim qilyapman seriozniy qora svetda. Bemalol olsalaring bo'ladi. Dastavkalarni mutlaqo bepul qilib beramiz. Xo'p.
S23 kerak, S23 olaman, S23 ishlatishim kelyapti deganlar uchun S23 ni oq va pushti svet. Pink. 8 ga 256, Snapdragon 8 ga ham 1 bo'ladi. Juda ham kuchli protsessor, S23 bo'lishiga qaramasdan Snapdragon 8 protsessor bilan joylashtirilgan. Simlar o'tgan 3900 match bo'ladi. Holatlari yaxshi holatda. $295 dan $320 gacha qilib beramiz. Shunaqangi pink svetlarini $295 dan olsalaring bo'ladi. Bundan tashqari bizda qora va green sveti ham bor. Aytib o'tganimda $320 gacha, $295 dan boshlanadi. Holatlari yaxshi holatda, petno nuqtalari yo'qlarini taklif qilyapman. Foydalanib qo'yinglar. Bunaqa smartfonlar bir keladi, bir ketadi. Aytmoqchi, bizni poddesh qilish uchun bu videoni eng yaqin do'stlaringizga jo'natib beringlar, inshaalloh manfaatli bo'ladi. Like bosib, obuna bo'lib qo'ysalaring, xursand bo'lamiz, biz uchun motivatsiya bo'ladi. Kamchilik bo'lsa Telegram kanalida, yo'q bo'lmasa YouTube'da kommentariyasiga yozib ketinglar, to'g'rilashga harakat qilamiz. S22 o'zi to'rala tomoni salafanligini ko'rganmisiz? Seriozniy qora svetda to'rala tomoni ham salafanlangan, zo'rni taklif qilyapman. Undan tashqari yana bitta bor, hatto buni orqasida ham salafani bor. Korobkadan olsangiz qanday chiqsa shunday turibdi. Shu donlagina S22 ni taklif qilaman. Ikkitasi salafanli, bittasi yaxshi holatda. 3700 match 8256. Bemalol olsalaring bo'ladi. Petno nuqtalari yo'q, e'tibor qilinglar, smartfon nosh holatda. Sizlar uchun narxini $245 dan $255 gacha bemalol olsalaring bo'ladi. Shunaqangi salafanlar bormi? $255 dan O'zbekiston buni dastavkasini mutlaqo bepul qilib, hatto stiklolarni bosib chiroyli qilib chiqarib beramiz. S21 o'zini so'rayotganlar uchun S21 o'zini judonagina keldi. Yaxshi holatda. Narxlari $195 dan $205 gacha. 4000 match 8 ga 256. Exynos 21 nomli protsessor bo'ladi. Xarid qiling va maza qilib ishlating, biz xursand bo'lamiz. Xo'p, ikki xil svetda pink va violet sveti bor. Petno nuqtalari yo'q, tiniq. Bemalol o'ylanmasdan olsalaring bo'ladi. Yana ham aniqroq aytib o'tganimda Telegram kanalidan yozsalaring, turli tomon video qilib tashab beramiz. S20 juda ham kamyob bo'lib ketayotgan S20 e'tibor qiling, 12 operativga bo'ladi. 128 xotira. Tiniq, birorta nuqta belgili yo'q. Narxlari xo'p $180 dan O'zbekiston bo'ylab dastavkasini mutlaqo bepul chidaqli yetkazib beramiz. 2 donagina qolgan, yurib oling. Optimga olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizdan bemalol aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa qo'ldan kelsa narxlarni zo'r qilib beramiz. S25 da o'zidan deyotganlar uchun 4 xil svetda chalish sveti bor. Saksenasi zo'r holatda. Xo'p, 12256 bo'ladi. Simlar o'tgan 4000 match bemalol ikkita sim karta qilib ishlatsangiz bo'ladi. Uning ustiga O'zbekistonda hali ishlamagan, xuddiki yangidek bo'lgan smartfonlarni men sizlarga taqdim qilyapman. Obunachilar foydalanib qo'yinglar. Qo'ldan kelgancha narxlarni sizlar uchun ancha ham arzon qilib beramiz. $535 dan $550 gacha eng zo'rlarini bizdan olsalaring bo'ladi. Zo'rdan zo'ri faqat Islom Mobile'da bo'ladi. Note 10 Plus'da juda ham ko'pchilik so'radi va biz va nihoyat Note 10 Plus olib keldi. 2 dona blue va qora svetda. Buni to'g'lanishini qarang. Hatto ketayotib, qarab chochlaringiz tarab olsangiz ham bo'ladi. 12 ga 256, 5 chida qo'llab-quvvatlaydi. 4300 match. Narxlari sizlar uchun $199 dan bemalol olsalaring bo'ladi. Bitta ko'rsatib bergan telefonni e'tibor qiling. Yorqin svet blue. Maza qilib ishlatasiz. Uning ustiga ruchkalari ham bo'ladi, bilmaganlar uchun yangilik bo'ladi bu. Maza qilib tik qilib bizga kirib Islom Mobile deb yozib obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Xo'p. 20 plus so'rayotganlar uchun bir donagina blue svetda $199 ga S20 Plus taqdim qilaman. 12 ga 256 bitta sim karta Koreya region bo'ladi, 4500 match. Maza qilib foydalanib ishlatinglar. S22 Plus juda ham kamayib ketyapti. 2 xil svetda 2 dona tinig'ini olib keldik sizlar uchun. Xo'p, 8 operativga 256 xotira 4500 match. Tiniq, zo'r sarsanadi $275 dan. Dastavkasi mutlaqo bepul ichida bo'ladi. Bundan tashqari 13 Max so'rayotganlar uchun 13 Pro Max'larda sizlar uchun kaliti assortimenti bor, kачество bor. 5 xil svetda simlari o'tgan, batareyalar 85% dan 95% gacha bor. Holatlari yangidek. Birorta joyda petno nuqtalari yo'q. $499 dan $520 gacha bizga bog'lanib olsalaring bo'ladi. Optim chakalar ham murojaat qilinglar. Narxlarini nereal narxda zo'r qilib beramiz. E'tibor qiling. Kalistida 5 xil svetda bor. 5talasidan ham nechta olamansiz qilib beramiz, to'g'risi qo'ldan kelgancha. Undan tashqari bizda 13 Pro'lar ham bor. 13 Pro'da ham kalistasi bor, qilib beramiz. Korobka dokumentli bo'ladi, ikkalasi ham.
LL, Amerika region, Dubaydan kirib keladi. Batareykalari 85 dan 100 gacha bor. 13 Max, 13 Pro assortiment bor. Akalar aloqaga chiqinglar, narxlarni zo'r qilib sizlar uchun chuqti qilib beramiz. Foydalangani osonaydan bo'ladi, o'zlari ishlatgani osonaydan bo'ladi. Xudo xolasa, bizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosing, obuna bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.